Teri har kuni SPF himoyasiga muhtoj. Garnierdan kundalik fluid C vitamini bilan yuqori darajadagi SPF himoyasini ta'minlaydi. Yuz rangini tekislaydi, yorqinlik bag'ishlaydi va pigment dog'larni sezilarli darajada kamaytiradi. Quyoshdan himoyani faollashtir har kun. Tugadi. Assalomu alaykum. Yaxshilar, sevimlilar, assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizda ashaddiy muxlislari hammaga alangalik salom. Yana bir ajoyib ko'rsatuvimizning zo'r qiziq qismi yana efirda. Yana sizlarga o'sha iltimos, yoshlarimiz chiqqanda qo'llab-quvvatlaylik. Ana izohlar yog'dusi, xurmo bo'ron qo'rmasdan ayab chiroyli gaplarni yozinglar, bular baxtli bo'lsin. İlk uchrashuv ko'rsatuvi xuddi hayolimda yana ilk ko'rsatuvga o'xshab turaveradi. Lekin 100 nechinchi soni hozir? 200 necha ham deyvering. Ha, ana. 200 ta yosh bir-biriga uchrashtirib, baxtli qilib. Iloyim mos bo'lsin. Iloyim. Va bizni qahramonlarimizni tanishtirib o'tamiz. Biz qahramonlarimizda gap ko'p. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan go'zal oppoqna aktrisamiz Xosiyatxonim Husanova. Voy, Xosiyat opa, bu men. Sizdan keyin gapirolmay qolyapmiz. Shunaqa ham odam, bo'ladimi? Ichim qora bo'lgani bilan ko'ynagim oq. Zahroxonim Mirzayeva go'zal aktrisamiz. Ko'ynagim ola bo'la bo'lgani bilan ko'nglim oq. Ajoyib psixolog, numerologimiz, bizni ustozimiz Abdulla Saidkamalov. Abdulla kayfiyati yaxshimi? Kayfiyati yaxshimi? Zahro opa, Xosiyat opa, sozandalar. Va endi. O'sha ko'ylagi qalboqlik ko'ylagiga urib olgan Nargizichka. Bir xil kiyinib kelamiz, tasodif. Albatta. Iloyim mana shu oppoq bo'lib, do'mbillab yuraveraylik. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ko'rsatuvimizni boshlasak ham bo'ladi. Boshlaymiz. Qizimiz taklif qilamiz, marhamat. Marhamat. Qo'lida kichkinagina korzinkasi bilan shapkasidan chiqib qopti, qizim. Qizil shapkachi. Ha. Assalomu alaykum. Adashib qoldingmi, qizim? O'rmonda. Adashib qoldim. Yaxshi kelibsiz. Kayfiyat yaxshimi? Ha, yaxshi albatta. Necha yoshsiz? Maktab tugadimi? Ha, maktabni bitirganman. Bitirganmisiz? 21 yoshdaman. Kattaligini deya olmaymiz baribir. Yosh qizcha ekan. Yoshidan ham yosh ko'rinar ekan. Marhamat, ismingizni aytib o'rsangiz. Ismim Muzayyana. Muzayyana. Juda chiroyli, go'zalsiz. Ma'nosi nima? Muzayyana. Muzayyana? Jozibador, e'tibor tortuvchi. Bu muqaddas kitoblariga ekan. Arabcha ismlardan, ha? Muzayyana bilan bir xil. Muzayyana, aha. Muzayyana. Xush kelibsiz Muzayyana. Bugun rosa seshanba bo'ladi, Jamshid sizni otingiz topolmay. O'tirib turing-da. Yigitimiz taklif qilamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Asadbek Bizonovman. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan. Asl kasbim televideniya mutaxassisi. Albatta, hozirgi vaqtda televideniyada faoliyat yuritaman, montajchi lavozimida. Montaj qilish bor, shantaj qilish yo'q. Yaxshi keldingizmi? O'tirib oling. Necha yoshsiz? 23 yosh. Aha. Qizimiz 21 yosh. Asadbek qizimiz ismi
ikki marta qaytarib oling. Muzayyana, muzayyana, muzayyan. Muzlagana devormagan. Aha, Muzayyana. chiqib ketaveradi. Qani tanishinglar-chi ikkita yosh? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Allohga shukr. Pardani ochsa xush ko'ramiz. Xudo shunday. Qoyil. Avvalambor Muzayyana, sizga savolim bor edi. Mana shu suhbatimizni boshlashdan oldin sizga bir gapni aytmoqchiman. Agar xo'p desangiz, Xo'p, mayli. agar Xudo taqdir qilib, taqdirimiz bir bo'lsa, agarda meni 5-ayolim bo'lishlikka rozimisiz? Voy. Nega 5? Buni sababini keyin aytaman. Va Asadbek kulib turibdi, ozgina hazillashyapti Qani, shekilli. so'raychi Muzayyana? Ha, muzayyanani o'rniga men javob beraman. Erga navbatga turgandan qattiqqa navbatga turgan yaxshi. Ha, to'g'ri. Men bu savolni berishimdan maqsad bularni fikrini bilmoqchiman va undan so'ng esa men o'zimning javobimni aytmoqchiman. Sababi nima uchun 5-o'rinda ayolim deb qabul qilishligimda. Ha, birinchi o'rinda onasi, ammasi, xolasi shu. Qani mana fikrini eshitaylikchi bo'lmasam ketdi Muzayyana. Yo'q, men har doim birinchi bo'lishim kerak. Endi meni javobimni eshitingizni xohlayman. Xo'p. Birinchi navbatda men boshimda buvijonimni ko'tarib yuraman. Ikkinchi o'rinda albatta onajonim va oldimda 2 opcham bor. Ularni 2 yelkamda ko'tarib yuraman. Chunki ular men uchun eng qadrli insonlardan birlari bo'ladi. Chunki qondosh deyilishi ham bejizga emas. Shuning uchun men 5-ayolim bo'lishlikka rozimisiz deb turib savol berdim. Xo'p. Har holda 7-si demadim, chunki oldimda yana 2 jiyanim bor, ularni ham qo'shganim yo'q. Rostdan ham uylanmagan ekan bu yigit. Uylanganda Sal ko'nglim xotirjam topdi-ey. Mazam qochib ketdiman. Meni jiyanim Muzayyana. Sizni ana shu oldingi 4 ta Ayol. ayolingizni hurmat qilib birinchi o'ringa chiqadiganlardan. Birinchi o'rinda faqatgina buvijonim bilan onajonim bo'ladi. Ulardan oldinga chiqadigan inson yo'q bu dunyoda. uylanmay Men uchun. Ishi shunday kelin bo'ladiki, siz birinchi o'ringa qo'ymaslikni ilojisiz qolib ketasiz. Hayotim davomida birinchi o'rinlikka chiqishi mumkin, faqatgina qaysi o'rinda menga mehri, ya'ni qolaversa o'zining shirin so'zligi, ishdan kelishimda, ketishimda ochiq ko'ngillik bilan kutib olishi, kuzatishlari bo'yicha birinchi o'ringa chiqishi mumkin. Lekin Shu ma'noda. onajonim va buvijonimdan ustun kela olmaydi. To'ppa-to'g'ri. Muzayyana, nima bo'ldi shunda? Muzayyana, Deyman, albatta. agar sir bo'lmasa, Xo'p. biror joyda o'qiysizmi yo o'qish tugatganmisiz? O'qimayman, o'qishni tugatganman, yuridik texnikum tugatganman. Deyarli mavqeyimiz bir ekan. Yashirmayman. Men o'zim Respublika televideniya va radio kollejini tugatganman. Hozirda yana o'qimoqdaman transportnida, ya'ni temir yo'l sohasi bo'yicha. O'zimni ustimda ishlab, doimo o'zimni faoliyatimni yuritishni oldimga maqsad qilib qo'yganman-da. Avvalo siz nimalarga qiziqasiz, Muzayyana? Sayohatga qiziqaman. Qaysi davlatlarga? Rossiyaga borib kelganmiz. Turkiya, xullas ko'p davlatlarga, Amerikaga. Xo'p. Chet davlatdan ko'ra o'zimizning jannat makon O'zbekistonimizda o'sha Samarqand, Buxoroy Sharif deyshadi. Shu joylarga ziyoratga bormagansiz hech? Borib kelganman. Ko'p joylarga borganman. Yaxshi. O'zbekistonda faqat bormagan joyim Xorazm qolgan. Qolgan hamma viloyatga borganman. Qayerdansiz? Surxondaryodanman. Surxondaryodan. Sirdaryoda hech bo'lganmisiz? Ha, borganman. Qayerlarda misol uchun? Sirdaryoning katta ko'li bor, o'shanga borganman. Daryogami? Daryoga. ko'li Agar bor. birorta savollaringiz bo'lsa, Sirdaryoda baliqlar ko'p-a? baliq tugul yoda yigitlarning mehri, qizlarga bo'lgan e'tibori juda ham ko'p. Qaysi kino edi deb bu? o'ylamayman. Qanday insonda bo'laysiz? Xo'p. Chunki ayol kishi, aniqrog'i, siz uylanayotgan qiz har doim birinchi o'rinda turadi. Ota-onangiz u boshqa, ayolingiz boshqa. Muhabbat alohida bo'lishi Ha, kerak. muhabbat alohida bo'lishi kerak.
muhabbat, sevgi bu barchasi o'z o'rnida birinchilikda bo'lib turaveradi, lekin eng yuqorisida turadigan narsa bu birinchi navbatda dunyoga keltirgan ota-ona va birinchi o'rinda o'sha ota-ona dunyoga keltirgan holatidagi oila hisoblanadi. Asadbek, Qaydan olding bu kitobni bolam? Asadbek Kitob judayam- emas, men chunki o'zim ko'p sohalarda faoliyat yuritganman, ishlaganman. Ochiq aytaman, o'sha maktabda o'qib yurgan davrimdan boshlab turib ish faoliyatimni boshlaganman. Asadbek, siz yaxshi yigit ekansiz, yaxshi tarbiya topgan yigit ekansiz. Hamma ham shunaqa hurmat qilish kerak aslida. Qarang, siz qanaqa qizni kelin qilib olib bormoqchisiz uyga? Orzuyingizda qanaqa? Orzuyimdagi qiz birinchi navbatda ota-onamni hurmat qiladigan, oilamni birinchi o'ringa qo'yadigan va undan so'ng esa ularni roziligini olib bo'lgandan so'ng keyingi o'rinda meni roziligimni olishi. Oila Doimo ishdan kelishimda, ketishimda samimiy, kulib, chiroyligina tabassum bilan kuzatib va kutib olishi. katta vazifasi bor ekan sizga tegadigan qizni. Men o'zim haqimda yana qisqacha ma'lumot aytmoqchiman. Ya'ni ijod bilan shug'ullanaman. Qaysi turi bilan ijodda? Ijodda ko'proq san'atkorlik bilan hobbiyim. Chunki Qo'shiqmi? xuddi shunday, chunki Eshitamiz. ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini uyda o'zim xirgoya qilib turaman. Undan so'ng esa Hozir aytingchi. o'zimda akamlar bor. Ularga havas qilib turib, ular san'atkor. Ularga havas qilib, men doimo mana shu san'atni hobbiyim sifatida qabul qilaman va qolaversa, o'zimda shaxsiy studiyam bor va undan tashqari joyi kelsa, ijod kelgan vaqtida o'sha narsani biz videoga olgan holatda Instagram yoki YouTube Qo'yib ijtimoiy borasiz. tarmog'iga qo'yib turib, o'zimizning kanallarimiz bor. O'zimning komandam bor. Komanda bilan birgalikda ishni olib boramiz. Asadbek qo'lingizni olib qo'ying, baraka toping. Biram chiroyli o'qitibsiz. Ota-onangiz nima degan bo'lsa hammasini gapirib berasiz. Gap so'z yo'q. Endi bir gap aytishim kerak. Bu yerda qizimiz juda ham chiroyli, go'zal. Aslida qora ko'ynaklarda kelibdilar endi. Maqsadlari ko'ynakni oqartirish. To'g'rimi? Oq ko'ynakka almashtirish. Lekin bir narsani aytishim kerak. Hayot davomida albatta biz ota-onalarimizni birinchi o'ringa qo'yamiz. O'ringa. Albatta. Va savol berganda ozgina noto'g'riroq berdingiz. Ayolim bo'lishga tayyormisiz degan maqsad. Ayol emas, balki 5-o'rindagi ayol bo'lishga tayyormisiz deyishingiz kerak edi. Lekin shunday hayot bo'ladiki, agar siz sevib qolib, muttalo bo'lib va sizni o'z qonuniy yo'llariga solsa-yu, siz boshidagi ota-onam deyotgan odamlaringizdan ham bo'lib qolishi mumkin. Bu hayot. Bilib bo'lmaydi. Lekin qizimiz inobatga olib jim o'tiribdilar va sizni gaplaringiz ularga ham ma'qul kelyapti. Shundaymi? Muzayana? To'g'rimi? Siz qabul qilasiz bunday gaplarni? Yo'q, qabul qilmayman. Ana rasvo bo'lding, qo'yding deganlari shu bo'ladi. Ana endi bir-biringlarga nisbatan hayotinglardagi maqsadinglar, yo'linglar, orzuyinglar, havasinglarni aytinglar. Lekin bitta narsa aytaman. Hozir men bu ikki yoshga qarab turib, lekin haqiqatdan ham bir-biriga juda ham chiroyli, go'zal yarashib turadigan yoshlardan biri hisoblayman. Albatta, sizlarni to'sib turgan faqatgina devor bo'lyapti. Agar devor bo'lmasa, Ko'chani ko'rasiz. ha, shunday. Ana shunaqa. Siz-ku o'zingizning maqsadlaringizni, orzularingizni aytdingiz, to'g'rimi? Lekin Muzayyana ham ko'ngliga nazar soling, undan ham so'rab oling. Nimani nazarda tutadilar, nimani hayotda o'rnaydi bilanlar. Xo'sh, yigit kishi qanday bo'lish kerak ularning nazarida? Shuni so'rab oling. Siz yaxshi ko'rib bo'lganingizdan keyin buni ham yaxshi ko'ring. Muzayyana. Nima, meni gapim gap emasmi? Hozir boshidan qanday yo'l tutasiz, shuni ham bilib oling, ha yigitlar. Albatta barcha gaplaringiz to'g'ri. Muzayyana, asosan sizga qanday yigitlar yoqadi? Ana, Hayotingiz davomida qanday inson bo'lishini xohlaysiz? xo'sh. Turmush o'rtog'im ota-onasi yo'q bo'lsin, puli ko'p va chiroyli bo'lsa bo'ldi. Xo'p, endi Mushik. shu gapingizga Inson bo'lish kerak, odam shu gapingizga savolim bor, qo'shimcha. Ya'ni sizga To'xtang, to'xtang. Bilmagandik. Biz bilmagandik. Ha shuni boshida aytsangiz, diddondan odam chaqirardik. Anketa Ya, to'ldirayotganda boyitdan beri bu kishim ham endi ota-onam birinchi o'rinda 5 ga tushib qoldilar-ku. Ha. Keyin bu kishim ham aytdi, menga umuman ayol zoti kerak emas, ota-ona ham kerak emas. Lekin nimaga siz aynan
iloji bo'lsa o'zlarini qalbini zabt etmoqchisiz, lekin ota-onasiga xizmat qilmoqchi emassiz. Nimadir bo'lganmi hayotingizda, shunaqa nimadir To'g'ri. shunaqa holatga to'g'ri kelganmisiz? Aynan yigitni o'zi bo'lsin, qolgan qarindoshlari umuman yo'q bo'lsin degandek qilib gapirdingiz. Ochiq aytdi buni. Nima uchun? Nima uchun? Yo'q, chunki bu bola meni sevishi kerak. Menga To'g'ri. e'tiborini qaratish Xo'sh, kerak. bo'ladi. Lekin oilasini yaxshi ko'radigan bo'lsa, e'tibor 5-o'ringa birdaniga tushirib qo'yapti. Har qanaqa qiz ham 5-o'rinda yoki 2-3-o'rinda bo'lishni ham xohlamaydi. Shuni hisobiga men yo'q dedim. Men Darrov, a? muhabbatdagi, sevgidagi ayolim demadim, hayotimdagi ayolim dedim. Ya'ni o'sha oiladagi ayollarimni orasida deb aytdim. Savolimni agar eshitgan bo'lsangiz. va bitta qarsanglar Bo'ladimi? Shu aytmasang. Muzayana, hop. Har qanaqa inson, har qanday inson ota-onasini, uydagilarini yaxshi ko'radi va umr yo'ldosh boshqa, uydagilari boshqa. Lekin birinchi navbatda oila Birinchi bilan. navbatda men ham uydagilarimni birinchi navbatga qo'yaman, Shunday? lekin umr yo'ldoshim u boshqa. Xo'p, xizmat qilishga tayyormisiz bu yigitga agar turmushga chiqsangiz? O'z o'rnida sekin-astalik bilan ota-onasini ham mehrini qozonib olasiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Siz shunaqa qizga o'xshayapsiz, ko'rinib turibdi. Muzayana, keyin boyagi gapingizga qo'shimcha savolda, Ha? hayotingizda birinchi o'rinda sevgi, muhabbatmi yoki pulmi? Xo'sh. Pul? Hop. O'sha pullaringizga muhabbatni, oilani, sevgini sotib olsa bo'ladimi? Sotib olsa bo'lmaydi. O'zi keladi oyog'i bilan. Sevgan inson. Bu gapingiz ham to'g'ri, lekin sevgi, muhabbat bor joyda doimo pul, mansab, obro', martaba, mustahkam oila bo'ladi. Juda Sevgi to'g'ri. bilan qorin to'ymaydi. Ana. Sovg'alarni yaxshi ko'rasizmi? O'sha pullarda, ishda, ya'ni qorin to'ydirishda sevgida juda o'rni katta-da. Voydod. O'zi Gapiraverib quloq yesin. Adabiyotda shunaqa 5ta barmog'ingiz bir xil emas. Buni olib tashanglar birpasdan Balkim siz kalta barmoqdirsiz. Yo'q, adashdingiz. Meni lekin to'liq xarakterimni bilmaysiz. Shogird mana bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Mana bu cho'pni sindirdi. Bitta cho'p bersa, chiqit sindirsa, ana endi mana bu g'o'lani sindir. Bir yoqadan bosh buni sindira olmaydi. Uni ham g'irt sindirsa, maqoldi ham dabtala qilding deydi. Muzayana, agar menga savollaringiz bitta gap aytaman, Muzayana kechirib qo'yasiz, lekin hozir mana bu yigit hozir nechiga chiqdim dedingiz? 23. Ha, yana 20 yil uylanmaydi-yu, sizni bunaqa gaplaringizdan. Muzayana, bir narsani aytmoqchiman sizga. Erkakni o'rnini ayol bosa olmaydi, ayolni o'rnini erkak bosa olmaydi. Bo'ldi. Hozirgi zamonda ayollar hamma narsani o'rnini bosyapti. Erkak o'z nomidan bilan erkak, ayol o'z nomidan bilan ayol. Asadni qo'lidan kitobni olib tashlanglar. Bunga desa xato qiladi. Bosing. Muzayana, agar Man qo'yib shunday hayotga qayt. Asadbek Onajon Asadbekning onasi shunaqangi farzand katta qilibsizki, Rosa yaxshi bola ishoning, ekan. bu bola dunyoga gap bermaydi. Bosing. yoki onalari uyda o'tirib olib PlayStation qilyaptilar. Bu bolani pushti kimda? Menga ruxsat bersanglar, nima bunaqa Ketasizmi? o'tirganini aytib beraman sizlarga hozir. Yo'q, ketmayman. Men Asadbek haqida ozginagina ma'lumot bermoqchi edim. Tezroq gapirib Menga ham o'g'li agar qiziq. Marhamat, hurmatli. Bu raqami 8 chiqyapti-da, bu boshqaruvchi bo'lish kerak. Aha. Bu odamlarni hamma joyi boshqarish kerak. O'shaning uchun hozir shu studiyani Asadbek o'zi boshqargisi kelyapti. Yashang. Shu xolos. Shu o'rinda Muzayyani Beg'ubor. birinchi o'rinda Muzayyanani bola, ko'zni ko'yni toza. boshqarmoqchi. Muzayyanani raqamlari 5 bu qarama-qarshi jins vakillariga yoqadigan insonlar. Muzayyanani atrofida menimcha men sizni yoqtiraman, sevaman deydigan yigitlar juda ko'p bo'lsa kerak. O'shaning uchun o'zlariga ishonchlari shunaqangi balandki, siz ancha-muncha bir kuch-quvvat ishlatib ko'ngillarini olishingiz kerak xolos. Ana, Muzayyanani raqami 5 mi? Ha. Ana bular aytdi 5-chi bo'lishga tayyormisiz deydi. raqamlarga to'g'ri keladi demoqchilarda. Ana. To'g'ri tushiribsiz lekin. Muzayyana yana adashmasam yil maymun yili shunaqami? Ha, maymun. Maymun yilda tug'ilganlar juda aqlli Tinchlik va yo'q. ayyor bo'ladi. Ana shuni hisobga olishingiz kerak. U aqli sizga tengma-teng bas kelishi mumkin. Bekorga oftobga chiqmaydigan turidan bo'ladi. Yashang. Ana. Hop, Muzayana, eng birinchi navbatda oilada
Hay. pishirib kuydirdi bilasizmi yoki hammasini kuydirib yuborasizmi birato'la? Ovqat qilishni Ovqat bilasiz. qilishni bilmayman. Erim o'rgatadi. Bo'ldi, muammosi yo'q. O'zingiz bilasizmi ovqat qilishni? Juda yaxshi bilaman-da. O'rgatasizmi? Bo'ldida, oilada siz ovqat O'rgatish bo'lsa, pishirasiz. o'rgatish, muammosi yo'q. Bu bola mehnatdan qaytmaydi. Ha. Mehribon dada. Hamjihatlikda qurilgan oila mustahkam oila Gapirib bo'ladi. o'rgatib yuboradi. Bolta sho'rvami? Bolta sho'rva. Muzayyana nima sizning maqsadingiz yo'qmi? Ovqat qilishni o'rganish, Yo'q, Muzayyana. turmush o'rtog'ini o'rniga qo'yish. Ha? Yo'q, Malika, qizil shapkacha. Maqsadim bor albatta. Orzularingiz haqida Orzularingiz. gapiring. Qiziqdik sizga. O'zim ko'proq kitob o'qiyman, o'zimni yuksaltirish. Ha, bu gapirgan gaplarni hammasini o'qib chiqqanman deyapsiz. Ha, albatta o'qib Eski chiqaman. gaplar. Mana aha. o'qiganman deng. Orzularingiz qanaqa? Bo'shashmang. Karyera yo'lida, o'qish yo'lida. Orzularim sayohat qilish. Yana Oyimlarni ham birga olib yuraman. Endi o'zim sayohat qilish, keyin yuridiskiy institutini o'ziga topshirish, huquqshunos bo'lish. Xo'p, yuridiskiy texnikumni bitirgan ekansiz. Endi Yo'llanma ola olmadingizmi institutga kirish uchun? IELTS yo'q edi menda. Ha, Ingliz tushunarli. tilida. Men ham o'qiganman, lekin Allohga shukr qilaman, qizil diplom bilan bitirganman. Hozirgi o'qish joyimni ham qizil bilan yopish niyatim bor. Lekin Muzayyana, qarang-da. Sizni Qip-qizil bitta diplomda bitirgan xarakteringizga tushunmayapman. Faqat yo'q degan javob bo'lyapti. Umringizda hech ha degan javob qilganmisiz? Ha. eshitdingizmi? Eshitdim. Tiraman deb chiqib ketmasangiz bo'ldi. jiyanim. Janingiz juda Ha, o'zimni xonaman. Er xotinni urushi degan spektaklimiz borda, shunda bitta so'zim bor. Erim turmush qurganimizda birinchi kechasi ertalabgacha sevgi qissasini aytib chiqdi degan so'zim bor. Shu Muzayyanani bunga bersam, bu faqat shu adabiyotdan gapiraversa, boshqa narsadan daryo yo'q bo'lsa. Xolajon, avvalo men bor ma'lumotlarni aytdim, lekin zergi uxlab meni ko'p vaqtim ko'chada o'tadi. Ha. Ya'ni ertalab soat 7 da chiqib ketaman, kechki soat 8-9 da kirib kelaman. Bu degani boraman, ish joyimda ishimni qilaman, undan tashqari yana elda xizmatida borib turib, chiroyli xizmatlarni qilib, undan Xotin so'ng uyga o'lganidan qaytib keyin kelaman. xotining bilan faqat adabiyot haqida gaplashasan. Adabiyot bo'lmaydi, faqatgina oilalar, Yo'q, sevgi mustahkam muhabbat oila haqida chiroyli bir qissa qilaman. Rashkchimisiz, Asad? Juda rashkchiman. Rashkchi ekan. Rashk qilasizmi? Muzayyanasichi? O'rtacha. Vaziyatga qarab tushunishga harakat qilaman ko'pincha. Xarakteri yaxshi ekan Muzayyan. Rashksiz erkak emas degan bir naqllar ham bor, o'sha ota-bobolarimizdan qolgan. Behudaga rashk qilish ham yaxshi emas, oila buzilib ketishga. Behudaga emas, lekin o'z o'rnida, ya'ni o'z ayolini boshqadan qizg'ongani rashk bu oilaning bir mustahkam poydevori degani hisoblanadi. Hozirchi ikkalanglarni Dahan aka jang. urushinglarda biz to'g'risi ham Bularga turlik devor ham ko'p ekan. Achimomiz, devor olamiz, ketib qolmaysizlar, yana gaplashasizlar. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Marhamat, romantik musiqalar ostida devor olamiz. Ajoyib. Nozik joyiga keldik Kursun. Salomlab berib, ha? Marhamat, o'tirib olinglar. Qani endi gaplashinglarchi, savollardan beramiz endi. Asad boshlaydilar. Muzayyana, hozir mana Muzayyanaga qarab. oila dedik. Oila o'z yo'liga. Menga turmushga chiqmoqchi bo'lsangiz agar birinchi navbatda nimalarni istardingiz mendan? Sizga turmushga chiqish niyatim yo'q. Yo, endi mabodo debman. Ha, Endi bu yoqqa taqdir qilib, Talablari qanaqa bo'lardi? Отдельно yashash. Alohida yashash. Sayohatlarga chiqamiz. sayohat muammosi yo'q. Sayohat ham bo'ladi. Oilada men alohida chiqa olmayman. Chunki oilada eng kenja farzand o'zimman. Chunki ota-onamni men hech qachon yolg'iz qoldirmayman. Siz mehribon farzand ekansiz, lekin ayolingiz ham yosh O'z kelinchak. u yo'lda bo'lib ketaveradi hammasi. Aha, Lekin marhamat. Asadbek haqiqatdan madaniyatli, adabiyotli yigit ekan. Unaqa haligi "Yahya" deb oddiy kirib botib chiqadigan bola emas. Madaniyatli, oilasini ham chiroyli kaftida o'yiradigan. Demoqchilarki, ota-onam meni o'ng kaftimda bo'lsa, ayolim chap kaftimda bo'ladi degan nuqtai nazarda Xuddi shunday 5-ayol deb Hurmatli, aytdilar. hurmat qilaman deyaptilar. To'g'rimi? Avvalo O'shanaqa demadi-da.
eng Bu kishi asosiy menda narsa. aforizm qilib ketdilar. 5-ayolim. devor olinganda bir balo bo'ladimi dedim, yana shu taktikasida turibdi. O'sha. Bilasizmi? Yuragingiz Insoniyat yetmadi-da. Eng asosiysi men juda jahldorman, jahlim tez chiqadi. Ye. Men prosta hozir aytmoqchi bo'lganim, bular gapiryapti, jahlim chiqyapti, mayli, lekin avvalo erkak kishi o'zini bosib olib, chiroyligina Ana shunday ayol erkak kishi bo'ladi. doimo hurmatda, e'tiborda saqlab keladi. Ana shunday Ularning erkak ham bo'ladi. hurmatlari bor men uchun. Lekin Muzayana ham qanaqadir qaltirab qolaman deganga o'xshab, mikrofonda otaman deganga o'xshab o'tiribdilar. Muzayana nimani Asabiylashmayapsizmi? chuqur o'ylab qoldingiz? Bolani Sizga otib yoqdimi bu bola? Yo'q, yoqmadi. Nimasi Xafa bo'lmang. yoqmadi? Xarakter jihatimni yoqmagan bo'lishi mumkin. Bitta turib bering o'rningizdan, bo'y bastimda mana shunday bo'yi bor, kelishgan chiroyli, kostyumlari qarsillab turgan bola. Nimasi Asadbekdan ham yoqmadi? so'rang, Qani yoqdimi? gapir. Xarakter Hozir navbat jihatdan edik. emas, har qanaqa insonni ham o'zini vkusi bo'ladi. Dedi bo'ladi. Ha, ko'ngliga yoqadigan inson, yuragi jiz etadigan inson bo'ladi. Bu insonni ko'rganimda mening yuragim jiz etmadi. Lekin men kimgadir o'xshatib yubordim. Kimga? Qani sizni fikringiz? Endi bu sir bo'lib qolsin. Bo'pti, bu qiz haqida fikringiz. Voy sir Samimiy. bo'lmay o'lsin ha. Faqat jizzaki, faqat birinchiligida ko'zarkanlar. Yosh, go'zal 21 yosh. Hamma ham shu yoshda shunaqa bo'ladi qizlar. Iloyim farzandli bo'linglar, farzandinglarning otini chiroyli qiz bo'lsa Nargiz qo'yinglar. O'g'il Agar qiz bo'lsa bo'lsa Jamshid Nargiza, qo'yinglar. o'g'il bo'lsa Jamshidbek qo'yinglar. Qo'yinglar. Qo'yinglar, faqat Sochi bunaqa yuborsinmi? sekin qo'yinglar. Yo, sen uncha erkatoy bo'lmagin. Shunday yigitdan sovchi bo'lsa, rosa o'rtoqlaring kuygan bo'lardi hozir. Chaman, shafaq, Nargiz hammasi Asadbekdan ham so'raylik. Asadbekka yoqdimi qiz? Erkak Yoqdi. kishi, Молодец. erkak Yoqdi kishi deyapti. mushukdek gap. Kim boshini silasa o'sha yoqqa ketaveradi. Endi Xudo ko'rsatmasin, o'zing xohlagan qizga uylangin. Shunday ayollar bo'ladiki, birinchi o'rinda ota-onamni ko'radigan erkaklarni ham o'ziga og'dirib oladigan, uydan olib chiqib ketadigan, ota-onasi bilan yuz ko'rmas qilib yuboradigan ayollar bor. Ayollarning makri 40 ta tuyaga yuk bo'ladi deyishardi oldin. Ehtiyot Hozir 1000 ta tuyaga yuk bo'ladi. Xuddi shunday. Men o'ylayman senga makrsiz, o'zing xohlagan, yaxshi, uyim joyim deydigan ayol tushsin. Endi bu qizimizga bu yigit yoqmadi. Lekin men kelin qilgan bo'lardim bu qizni. Ukamga yo jiyanimga mana shunaqa charsillagan, oyni uzib turadigan O'z qizlarni yaxshi o'rnida ko'raman. bular ham o'z baxtini topadi mayli. Yoqmagan ekanmiz, biz Yo'q, hech narsa harakat qil, demaymiz. bo'sh Bo'ldi, kelma. stop. Hozir Bola harakat ko'rsatuvimiz qiladi. cho'zilib ketishi mumkin. Ko'rsatuvimiz uchun juda oz vaqt. Shunday ekan, agar ko'rsatuvdan tashqari suhbatlashishga imkon bo'lsa, suhbatlashib o'zlari bilan gaplashib olamiz. Ko'rsatib tugaymi bugun yo'qmi? Baxtli bo'linglar, rahmat katta. To'ylar muborak bo'lsin bo'lmasam. Xo'p, rahmat. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Bu degani bular ketdi ikkita tomonga degani emas. Umid qilib kutib qolamiz. Yigitlarimiz tashabbusni qo'lga olishsin. Qizlarning ko'nglini topinglar.